Tabrik, Jo'ra, tug'ilgan kuning bilan bugun sening kuning. Tabrik. Bo'pti, Jo'ra. Bugun kechga kelamiz, Jo'ra, o'ynaymiz, o'yin-kulgi qilamiz. Bo'pti. Dadadan so'ray. Dada. To'g'ri qildim, astag'firulloh. Yo. Deyman dada, men. Ana, tug'ilgan kunim ekan bugun. Yuring bozorga chiqib kelaylik. Yangi yildan qolgan narsalar bor, shular bilan o'tkazaveramiz. Dada, hozir aprel. Yuring, bosib yuring. Qayerda tutun chiqsa shaqqa kiyib olasiz, amma. Qarang biz nimalar oldik. Amma qarang nimalar oldik tug'ilgan kunimga. Bugun jo'ralam keladi, menga sovg'alar olib keladi. Sovg'a deganda senga sovg'a oldim. Ma, ol. Rahmat. Ha, kiyib ko'rchi? Hozirmi? Ha, hozir. Sal katta emasmi? Ha, keyin yilam kiyasan. Jo'ralam keldi, sovg'a olib keldi. Ish berdi. Assalomu alaykum. Sovg'a. Shermatli o'g'li. Jonibek. Sovg'a ber. Sovg'a pog'a yo'qki, shuncha bozorchilik qiluvdik. Dada, biza pastmas-ku, sovg'a kerak emas shu sovg'a. O'zing bilasan. Pastlar nima olib kelmaydi sovg'a? 2015 lar yig'ish, bandasiga emas. Jiyan, sovg'am yoqdimi? Ha, yoqdi. Nima tashab ketding agar ma kiyib? Jinnivoy. Yamonga qani diskoteka qilamiz. Jiyan, sovg'am rostdan yoqdimi? Qaytarib beraymi, amma? Qani. Mart tug'ilgan kun. Hozir o'rtog'inglarni 3 gacha sanab tabriklaymiz. 1, 2, 3. Ertadan menga shunaqa qildilar-ku. Nima xato qildimmi?